Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Şərq Türkistan avazının gündəlik xəbərlərini görüşünüzlə qarşı alırıq. Rabia Qadir xanım Fransiyaya minnətdarlığını bildirdi. Amerika prezidenti Trump doktorxanadan çıxıb Ağsarayga qayıtdı. Amerika Dövlət İşləri katibi Pompeo Yaponiyada mühim ziyarətdə oldu. New Yorkda Xitay Kompartiyasını axırlaşdırışını baş tema qilgan mashina atirti namoyish qildi. Qirg'iziston saylovidan keyin to'polon yuz berib, o'qituvchilar prezidentni ishdan bo'shatdi. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bo'lsin. Uyğur Milli Hərəkət rəhbəri Rabia Qadir xanım Fransiya prezidenti Emmanuel Macron əpəndiga uç xət yazıb minnətdarlığını bildirdi. Reuters agentligining xabarida Fransiya prezidenti Macron 22-sentyabrda Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatida qilgan so'zida mazkur tashkilotni Sharq Turkistonga o'mak avatib, Uyg'ur va boshqa musulmonlarga ko'ngil bo'lishga chaqirgan. Bu munosabat bilan Rabia Qadir xanım Fransiya prezidenti Macron əpəndiga uch xat yazib, Xitoy o'zining iqtisodiy, siyosiy va harbiy kuchiga tayanib, dunyodagi ojiz davlatlarni Uyg'ur masalasida o'z yeniga tortganidek, Yevropa davlatlari savdo ehtiyojidan foydalanib turib Uyg'ur qirg'inchiligiga ko'z yumgan edi. Ammo siz bir qancha maydonda Xitoyga qarshi maydoningizni ochiq va keskin ifodalab, erkin suyar Fransiya xalqining milliy xarakteriga va madaniyatiga xos bir pozitsiyani namoyon qildingiz. Bu orqali Xitoyning azroq bo'lsa haddini bildirdingiz va Uyg'ur xalqiga texi dunyoda insonparvarlikning yo'qolmaganligidan bishorat berdingiz. Sizga o'xshash sezgur va haqqoniyatchi davlat rahbarlarining izchil va qat'iy chaqiriqlari va amaliy tadbirlari mustamlikchi Xitoy hukumatining Uyg'ur millatini yer sharidan o'ntinsiz yo'q qilib etish qasdini barbod qila oladi deb ishonaman. Va sizga xalqimiz nomidan rahmatimni bildiraman deganlarni bayon qilgan. Xitoy virus sababidan 72 soat doktorxonada yotgandan keyin Amerika prezidenti Donald Trump maxsus tikuchar aeroplanga o'ltirib 5-sentyabr dushanba kuni kechda Oqsaroyga qaytib keldi. U salomatlikni asli kelganligini bildirish uchun Oqsaroyning janubiy koridordagi balandpaydan menib, Tiroman balkonida turib maskasini chiqarib, bosh barmog'ini ko'rsatdi. Trump Walter Reed davlatlik harbiy davolash markazidan sirtqa chiqqanda uzitib chiqqan doktorlarga sizlarga ko'p rahmat dedi. Prezidentning mas'ul doktori Dr. Sian Conley dushanba kuni tushdan keyin muxbirga garchi prezident xatardan butunlay qutulmasimi, ammo bizning barliq davolash kelinkilik bog'lashlarimizda uning kelinkilik kasallik ahvoli uning uyiga bexatar qaytib kelishini qo'llaydi. Oqsaroyda prezidentning salomatligini kecha-kunduz kuzatilgan davolash aslahalari va xodimlari bor dedi. Trumpning qayta saylanish faoliyati Cumhuriyetchilar partiyasi prezidentining 15-dekabr Demokratlar partiyasining nomzodi va sobiq muavin prezident Joe Biden bilan ikkinchi qatimliq munozaraga qatnashishni planlaganligini aytdi. Trumpning navbatdagi raisinash soni Joe Bidenning orqasida qolgan. Amerika Dövlət İşləri katibi Pompeo 6-oktyabr Yaponiyaning Tokioda o'tkazilgan Amerika, Yaponiya, Avstraliya va Hindistonning diplomatiya ministrlarining uchrashuv suhbatiga qatnashib, Hind-Tinch okean rayonidagi jiddiy bexatarlik masalasini muzokara qilgan. Ba'zi kuzatuvchilar Pompeoning bu qatimliq safarining eng muhim ahamiyati Xitoyning kunsiri o'zini yolg'iz qo'yish va do'st yo'q mushkulotni gavdalantirish ekanligini ko'rsatdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 3-dekabr bayonot e'lon qilib, Davlat ishlari kotibi Pompeoning 4-oktyabrdan 6-oktyabrgacha Tokioda ziyorati bo'ladiganligini va u yerda o'tkazilgan Amerika, Yaponiya, Avstraliya va Hindistonning 4 taraf ittifoqining tashqi ishlar ministrlarining yig'inida qatnashadiganligini bayon qilib, Hindiston Tinch okean rayonidagi Xitoyning Xitoy virusini nomuvofiq bartaraf qilishi, Davlat bexatarlik qonunining Hong Kong nusxasi, Janubiy dengizdagi jiddiy vaziyat va Xitoyning din va Sharqiy Turkiston Uyg'urlarini va boshqa musulmonlarni rahimsizlarcha bostirish qatorliq jiddiy masalalarni muzokara qilganligini ta'kidlagan. Tokioda ziyorat bo'layotgan Amerika Dövlət İşləri katibi Pompeo Yaponiyaning yangi bosh ministrini adolatning kuchi deb maqtab, Amerika Yoshihide Suganing Yaponiya bosh ministri bo'lish sifati bilan ikki davlat o'rtasidagi uzoq muddatlik ittifoqni kuchaytirganligiga ishonganligini bildirdi. Pompeoning Osiyo safarida aslida Mongoliya va Koreyani ziyorat qilish planlangan bo'lib, prezident Trump Xitoy virusi bilan yo'qolib doktorxonada yotgandan keyin Pompeo safar musofasini qisqartib, faqat Yaponiya ziyoratini saqlab qolgan. Washington vaqtining xabar qilishicha, 2017-yili Trump hukumati Osiyodagi davlatlar bilan Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga o'xshash bir harbiy siyosiy ittifoq qurib, Xitoyga taqobil turishni o'ylashayotganligini, Trump hukumatidagi amaldorlarning buning uchun o'ntinsiz harakat qilayotganligini bildirib, yaqin oylarda Xitoyning xirisi kuchaygan sari Hind-Tinch okean ittifoqi qurish Amerikaning kun tartibidagi asosli masalaga aylanganligini ta'kidlagan.
3 va 4 dekabrda Nyu-Yorkda Xitoy Kompartiyasini oxirlashtirish bosh tema qilgan mashina atirti namoyish qilib, navbatda kishilarning nimaga kuchli ehtiyojli ekanligini namoyon qildi. Nyu-York shahar ko'chalarida 50 ga yaqin mashina atirti Xitoy Kompartiyasini oxirlashtirish bosh tema qilgan cho'ng tipdagi e'lon taxtasini mashina ustiga o'rnatib, dag'dug'iliq namoyish o'tkazdi. Yo'ldan o'tib ketayotgan kishilarning diqqatini jalb qilib, haqqoniy qalblarning nimaga ehtiyojli ekanligini ko'rsatdi. Faoliyat shanba va yakshanba 2 kun o'tgandan kechgacha davomlashgan bo'lib, o'zini qadrlash, adolatni qo'g'dash, tinch holda qarshilik ko'rsatib, Xitoy Kompartiyasini oxirlashtirish to'lqinida insonlarning vijdoni va kuchini gavdlantirib, jamiyatdagi kishilarga aktiv ta'sir ko'rsatdi. Kishilar bu namoyishda mashinalarni ko'rish bilan bir vaqtda ko'plagan kishilar Iblis Xitoy Kompartiyasini yo'qotish temasidagi imzo qo'yish faoliyatiga qatnashib, nurg'un kishilar ko'rgan hamon imzolagan. Yana ba'zi kishilar uchur tashviq varaqchisini so'rab, astoydillik bilan o'qib imzo qo'ygan. Buningdan ko'rib olg'ili bo'ladiki, Xitoy Kompartiyasini tezdan yo'qotish orzusi dunyo xalqining qalbidan cho'nqur o'rnamoqda. 4 oktyabr Qirg'iziston parlament saylamining natijasi e'lon qilingandan keyin 16 siyosiy partiyaning faqat 4,7% bilet bilan parlamentga kiradigan. 3 siyosiy partiyaning hozirgi prezident So'ronbay Jeenbekov bilan quyuq munosabati bo'lg'achqa, o'qituvchilar saylam natijasining kontrol qilinganligini ayblab, keng ko'lamli namoyish qildi. Nurg'unlagan namoyishchilar hukumat organlariga bo'sib kirib, prezidentning vazifasidan ep tashlagan. Yerlik taratqularning xabariga qaraganda, namoyishchilar hukumat organlariga bo'sib kirishdan burun kishilar saqchilar bilan to'qinishgan. Butun namoyishda bir odam qazo qilgan. Taxminan 590 odam yaralangan. Namoyishchilar Davlat bexatarlik kengashining markaziga bo'sib kirib, sobiq prezident Almazbek Atambayevni qo'yib bergan. Yerlik taratqularning xabariga qaraganda, Almazbek Atambayev aslida chiriklik jinoyati bilan sotlanishni kutayotgan ekan. O'qituvchilar shahar boshliq ishxonasini o'z ichiga olgan bir qancha binoni egallab, o'zining davlat bexatarlik boshlig'ini tayinlagan. Ularning qanchalik amaliy kuchi borligi texnik aniqlanmagan. Taratqularning xabar qaraganda, Almazbek Atambayev 2017-yil istifa bergandan keyin huquqni Jeenbekovga topshirgan. Ammo ikkisining munosabati yaxshi bo'lmagan. 2019-yil Jeenbekov chiriklik jinoyati bilan Almazbek Atambayevni qo'lga olgan. Retrogantiqning xabar qaraganda, Qirg'iziston Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi 6 oktyabr, ya'ni bugun o'qituvchi siyosatchi va sobiq davlat bexatarlik amaldori Kursan Asonovning Ichki ishlar ministrligining vazifasini topshirganligini, saqchilarga fuqarolarning bexatarlik kapolatlik qilish va namoyish jarayonida to'qinish va bulongchilikning oldini olishni kerakligini uqtirganligini, shundaqla prezident Jeenbekov hukumat kontrolligini yo'qotganligini bildirgan. Qirg'iziston O'rta Osiyoga joylashgan bo'lib, Rossiya bilan chegirdosh. 6,500,000 nufusi bor. O'tgan 15 yil ichida ikki prezident vazifasidan ag'dirilgan. Xabarlarimizga ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.